Assalomu alaykum, Universal 95. Bugün 27 fevral. Savdo ishlarimizdan video obzor. Bunu Begzat akaga Shomanay, Begzat aka 60-70 traktordan yasalib olgan pulimiz. Bu tapshu stoyka bilan Limgen atval voskay atvallarimiz zakaz berilgan. Fakat Kiyev'den aldın ucu vaqtdan o'tish maqsadida buni atval bilan terverdik. Atval kelgandan keyin buni yechamiz dag'in. Toza atval taqib qo'yamiz. Baribir vaqt tarafimizda atval zakaz berib qo'yibdi. Avval ishlatgan pulimizni yana tag'in buni unga taqadi. Teshiklar teshilgan ucu time bo'lib. Bunu 10-chi soatga bitirishimiz kerak. Xudo xolasa undan burun ishlab chiqarib beramiz, yerga topshirib. Kempoda qo'l avtomatda urib chiqaradi. Tekdaqda yine ishlarimiz daşı. Buxoroga ishlangan pulimizni bitirib chiqarib qo'yibmiz. Nusrat akaga yerlari yo'lda ekan, hali pakaga yo'q. Kelgandan keyin xudo xolasa yerlarni topshirib beramiz. Pertplojnikdan duxarsning stoyka qadimgi rossiyskining kopyasidan pertplojniklar ham ba'zi narsalar shundan. Baq Qo'shko'pirga so'radigan pulimiz Shlipovka, gruntovka, kraska jarayonlari ketyapti. Buni 4-5-sizlarga topshirishimiz kerak uzog'i bilan. Xudo xolasa bu pulni yerdan terib taxlab qo'yamiz. Hammasi muddatdan oldin. Srok taqan vaqtimizda bizlar zaposi bilan bozor kunlarida svit o'tishi bor, plus minus har turli situatsiyalarda hisob qilgan holda 5-6 kun hafta zaposi bilan olibmiz. Shuning uchun iloji boricha vaqtdan oldin bitirib berishga harakat etyapmiz. Bundan keyin Muzaffaranki bor, Shavatga ishlanayotgan pulimiz, Baxtar Hajvoyanki bor 630. Bu ham Shavatga iki puluq. Shavatga Muzaffaranki bilan Baxtaranki polностью hamma narsasi 100% limken bo'ladi. Biri Orionga 4 korpus, biri Magnum 8940 ga 5 korpus bo'ladi. Ujuning ham o'zlari zakaz bergan, ramlar taqlanib turibdi. Taxta ko'pirga Sarsenbayaga 1804 zamillionga so'radigan pullarimiz bor. Marat akaga Orion 630 qirchaqqa o'rta stildan 5 korpus. Hamma narsa, hamma pullarimiz aytib o'tilgan 6 pulligimizning hamma ishlari ketib turibdi. Hammasini muddatdan oldin ishlab topshiramiz xudo xolasa. Bu yoqda yani nemiz kultivatorlarimiz bari saqlanyapti, bir chetidan chiqarib, aniqda birsi bor, bu yoqda birsi bor, orqaga ishlayotganlar krasklar hammasini saqlab qo'yibmiz. Bular 76 ning o'zi kosmitan varianti. Arqa yoqda yana tan ko'chilatan variantlarni ishlayapmiz. Ko'pchilikning talab va istaklariga ko'ra so'raganlar uchun. Buning komplektini bu yerda qo'yadigan xomutimiz, bolt kaykimiz, digirchaklar komplektining ichine kiradi. Puli 8 million so'm. Bu yoqda yana tayini bor, nalichida. 2 dona hozir turibdi. Bu ham shunday. Digirchagi, xomuti, bolt kayks komplektining ichine kiradi. Bahasi 8 million so'm. Ko'chiriladigan variantlarimiz yasalyapti. Ko'chiriladigan variantlarimiz esa bahasida o'zgarish bor azroq. Ularning bahasi 11 million so'm. Uning ham ichine diskisi 2 dona. Bolt kayks xomuti mana eskiradi. Hammasi zagotovkalari kechilgan, ba'zi tayin ramlar taqlanadi. Ko'chatan variantga 76, 80, 85, 90 kimga qanday qalangan razmer kerak bo'lsa, polni ko'chatan sxemada tayyorlanadi. Bunda xomut qolinadi. Teshigi bo'ladi, bolt kayki bo'ladi. Ko'chatan variantga